Tramp o'zga sayyoraliklar haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashni buyurdi. Tramp bu masalaga jamoatchilikning qiziqishi yuqori ekanligini ta'kidladi. Shu sababli 20-fevral kuni Pentagon rahbari Pit Hegseth va boshqa idoralarga bu xabarlarni e'lon qilishni buyurdi. Bundan oldin esa Tramp sobiq prezident Barak Obamani o'zga sayyoraliklar haqida gapirganligiga to'xtalib, maxfiy ma'lumotlarni ochiqlashda ayblagan edi. Barak Obama 14-fevral kuni podkastda o'zga sayyoraliklar mavjudligi ehtimoliga to'xtalib, ular bor, ular mavjud. Men ularni ko'rmaganman. Ular 51-hududda saqlanadi degan edi. 51-hudud Neva shtatidagi harbiy havo kuchlarining maxfiy obyekti bo'lib, nazariyatchilari u yerda o'zga sayyoraliklarning jasadi va halokatga uchragan kosmik kema mavjud deb taxmin qilib kelishadi. Markaziy razvedka boshqarmasining 2013-yilda e'lon qilingan arxiv hujjatlarida bu maskan o'ta maxfiy josuslik samolyotlari uchun sinov maydoni bo'lgani aytilgan. Prezidentligim davomida o'zga sayyoraliklarning biz bilan aloqa o'rnatganligiga oid biron bir dalil ko'rmadim. Haqiqatdan ham, deydi Obama podkastdan bir kun o'tib Instagramga joylagan postida. Unda Obama koinotning bepoyonligi sababli yerdan tashqarida hayot mavjudligi statistik ehtimoli katta ekanligini aytib o'tdi. Shu tariqa o'zga sayyoraliklar borligiga ishonishini izohladi. U masofaning olisligi sababli o'zga sayyoraliklarning yerga tashrif buyurishi ehtimoli juda past deb baholadi. Obamani tanqid qilgan Tramp ham o'zga sayyoraliklarga oid biron bir dalil ko'rmaganligini aytib, ular bor yo'qligini bilmayman deya ta'kidladi. Pentagonning 2024-yilgi hisobotida Ikkinchi jahon urushidan buyon tekshiruvlarda o'zga sayyoraliklar texnologiyasiga asosan hech qanaqangi dalil topilmagani, topilayotgan obyektlar ham oddiy kosmik jismlar ekanligi qayd etilgan.